Assalomu alaykum, hurmatli Bozor Obzor YouTube kanal obunachilari. Sizlarga navbatdagi oshxona mebelimizni qisqacha obzorini qilishni boshladik do'stlar. Videoda shoshilmasdan oxirigacha ko'rib tursanglar, narx-navolar, materiallarini to'liq tushuntirib o'tamiz do'stlar. Bu ishimiz esa 2000 dollarga tayyor bo'lgan oshxona mebelimizni obzorini boshladik do'stlar. Xo'p do'stlar, 2000 dollarga qanaqa oshxona mebel deyotgan bo'lsangiz do'stlar, razmerlariga kelsak, uzunasiga esa 460 sm, yerdan balandligi esa 260 sm ga bo'lgan. Bu yoniga esa Suxoy xolodilniklarini joylab ketganmiz do'stlar. Ichlari esa Ponni Kalyonning oiladan bo'ladi. Davchilar esa o'zi yopadigandan temir yaxshisidan bo'ladi do'stlar. Bu qismiga keladigan bo'lsak, duxovka, mikrovalnovka, tepalari esa kengina foydalanadigan shkaf bo'lgan do'stlar. Chuqurliklari ham 60 sm bo'ladi do'stlar. Undan tashqari esa materialiga keladigan bo'lsak, Agata firma akrilidan bo'ladi do'stlar. Hali laminat, ta'minat emas, akril materialda bo'lgan do'stlar. Ustilariga keladigan bo'lsak, ustilari eng muhimi rabochiy zonalari toshdan yasalgan do'stlar. Ertaga ishib ketdi, sinib ketdi, cho'kib ketdi degan narsalar bo'lmaydi. Bemalol suvingiz yosh bola to'kib qo'yib ketsa ham, shunday kelib ustini artib qo'ysangiz yana hech narsa bo'lmay turaveradigandan bo'ladi. Bega esa do'stlar vitichkasini, gazini qo'yib berganmiz do'stlar. Taylariga esa bunaqangi chuqur keng foydalanadigan yaxshisidan bo'lgan yosh bolalaringizdan ehtiyot bo'lish uchun bunaqangi qosh soladiganlardan sekretni qilib qo'yganmiz do'stlar. Solib turganimda bekitib qo'ysangiz o'zi yopoladigandan yaxshisidan bo'ladi do'stlar. Tandem mexanizm, rollilari ham patsinlar to'kilib ketdi, g'aladona yopilyapti degan umuman muammo yo'q endi do'stlar. Ponni taylarlar laminat 60 kg, 70 kg ko'tara oladigandan yaxshisidan bo'ladi do'stlar. Mo'kalari keladigan bo'lsak, bu yerga esa mo'kalarini ham quyma, suvlaringiz ham charchashingiz bo'lmaydigan zo'ridan bo'lgan eng ommali opalarimiz sevib ishlatadigandan karga, shushulga, pichoq, oq-yoq ziravorlaringizni solib qo'ysangiz ham bo'laveradi do'stlar. Bundan tashqari esa yonlariga esa musor paqillarini joylab berganmiz do'stlar. Ichlari ham keng foydalanadigan yaxshisidan bo'lgan do'stlar. Xudo xolasa, xohlagan razmeringizni, xohlagan rangingizda qilib ham bera olamiz. Shushulkalar ham esa yangilik, bo'yi baland bo'lsa ham shunday tortib pastga tushirib qo'ysangiz ham pastlab, o'zingizga ubot suvasi ham zo'r foydalanadigan kengidan qilib qo'yganmiz do'stlar. Bularimiz esa xudo xolasa 1 pagona metrini 4 million so'mdan joyizga o'lchab yasab bera olamiz. Agar shu ishimiz razmeri tushib qolsa, vodiy bo'ylab uyingizga olib borib mashishimizni o'rnatib ham bera olamiz do'stlar. Taylariga esa Ponni svetlarini qo'yib berganmiz va bu yoniga qo'yib berganmiz do'stlar. Svetlari esa bu yonidan o'chib, yonaveradigandan zo'ridan mexanizmlardan yaxshisini qo'yib qo'yganmiz. Shkaflarga kelsak, bu yonlariga esa propan balon deysizmi, taxt o'qloq deysizmi, hamma yo'g'izga keng foydalanadigan keng shkaf qilib qo'yganmiz do'stlar. Menga ukasal arzonroq bo'lsin deydiganlarga esa bunimiz esa shu turishini 15 million so'mga vodiy bo'ylab bunisini ham o'rnatib bera olamiz. Bunimiz esa akrilga Eger firmani rossiyskiy laminatda akrilga kombinatsiya qilib, kashmir rangda qilib berganmiz do'stlar. Bunimiz ham esa keng foydalanadigan shkaflar ham esa yaxshisidan bo'lgan. Bunimiz esa rossiyskiy stalishni esa 4 sm qani, bunimizni metrini esa 3 million so'mdan joyizga o'lchab yasab ham bera olamiz. Qarang do'stlar, bonuslarga keladigan bo'lsak, mo'ykasi, smisitili va esa shushulkasini musor paqiridan bitta ichiga qo'yib beramiz do'stlar. Orqasidagi kafelar emas, svetini ham sizlarga bonusga yasab beramiz do'stlar. Gaz vitichkalarini esa o'zingiz olasiz. Agar 15 million so'mga mashturishi joyizga 4 metrga balandligi 2.60 tushsa, joyizga o'rnatib ham bera olamiz 15 million so'mga do'stlar. Xohlagan rangingizda, xohlagan dizayningizda bor, xohlagan bunaqangi kashmir rangidan, xohlasangiz bunaqangi seri rangidan, rangini esa umuman pulga ta'sir qilmaydi. Yoqqan rangidan, xohlagan rangingizda burchak bo'ladimi, tekis bo'ladimi, agar 3-etaj yo'q bo'ladigan bo'lsa, 2-etajgina yana arzonroq qilib joyizga o'lchab yasab ham bera olamiz. Bularimiz esa 1 pagona metrini 2 million so'mdan 4 million so'm, 5 million so'mgacha bor do'stlar. O'zingiz bilan uyingizga borib maslahatlashib kelishilgan holda joyizga o'lchab qilib bera olamiz do'stlar. Xudo xolasa, qanaqangi mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, bitta uyingizni patkulich holatda topshirib ham bera olamiz. Video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, shunaqa mebel qildirmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar.